Haqiqiy pirojkini siz bilmagan barcha sirlari. Tashqi qarsilloq, ichi yumshoq bo'lgan pirojki xamirini siri mutlaqo oddiylikda. Ancha yillardan beri Toshkentning taniqli gumma va pirojki xonalarida xamirga tuxum, sut va qo'shimcha yog'lar umuman qo'shmasdan, shunchaki un, shakar, tuz, dro'ji va iliq suv bilan suyuqroq cho'ziluvchan teksturadagi xamir tayyorlanadi. Xamirni strechlab 1-1,5 soat davomida oshirishga qo'yamiz. Mazali kartoshkali pirojkining siri bu tabiiy va sifatli sariyog'da. Kartoshkaga sariyog' va tuz qo'shib pyure qilib olamiz. Xamir oshib chiqqandan so'ng qo'llarimizni yog'lab xamirni 50-60 grammdan zo'la qilib chiqib, bir osh qoshiqdan kartoshka qo'yib chiqib, patnisni o'zida yana 15 daqiqa davomida xamirni oshirib olamiz. Gumma va pirojkilar uchun eng ma'quli va eng qulayi bu fritur yog'i. Zo'lalar oshib bir-biriga yopishib ketadi. Pirojkini bir tomondan tugib, bir tomondan siraza yog'ga solib qovurishni boshlaymiz. Pirojkilarni ko'proq yog'da, o'rta olovda, tillarang bo'lguncha qovurib olsak tayyor. Damashniy pomidorli sous bilan juda ham mazali bo'ladi. Yoqimli ishtaha.